Tag'yir qiblani darslari va ibratlari 4-dars. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan aytadilar: Rajab oyiga qibla tag'yir bo'ldi Shomdan Ka'baga. Va bu 17-oyda boshiga edi. Madinaga payg'ambarimiz kelganlaridan keyin. Boshqa rivoyatga Nabiy sallallohu alayhi va sallam namozlarini Baytul Maqdis tomonga qarab o'qiyardilar. Va yaxshi ko'rardilar qiblani Ka'ba tomonga qarab o'qisalar. Betlari bilan osmonga qarab qo'yardilar. Orzu qilardilar. To Alloh taoladan shu oyat tushdi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Va bu 16 oy o'tgandan keyin edi. Madinaga kelganlaridan keyin. Va bu hodisa G'azva Badrdan 2 oy ilgari edi. Va bu Alloh taolaning katta hikmati bor edi qiblani Baytul Maqdisga qilishligiga. Va ham Alloh taolaning katta hikmati bor edi qiblani Ka'ba tomonga tag'yir berishligiga. Va ham katta imtihon bo'ldi musulmonlarga. Va ham imtihon edi mushriklarga va yahudlarga va munofiqlarga. Va shunga o'xshagan so'zni aytdilar sallallohu alayhi va sallam.